fikrlaridan umidvor bo'lgan edim dedi. Rasululloh eshitdilar, berkin. Berkin. Nima ham bor dedi. Ya Rasululloh, hech narsam yo'q dedi. Biz ibrat oladigan insonlar mana shular. Kimi qizi Fatima Zahrochalik bo'la oladi? Hech kim. Kim Rasulullohning mingda birichi bo'la oladi? Hech kim. Rasululloh hech narsasi yo'q Aliga beryapti qizini. Bularning rizq Allohdan degan e'tiqodi o'rnida bo'lgan. Nima ham bor dedi Rasululloh. Desa Rasululloh hech narsam yo'q dedi. Ha men bergan xutomiya sovuting qani dedi. Sovut, jangga kiyadigan sovut. Bor o'sha narsani olib keldi. Olib keldi. Ali roziyallohu anhu tezda borib sovutni olib kelganidan keyin Rasululloh uni sotib kelishlikka buyurdi. Sovutni Usmon ibn Affon sotib oldi. 470 dirhamga.